Assalomu alaykum kvartet jamoasi kanali obro'lar hamda kanalimizga obuna bo'lmasdan turib tomosha qilib turgan do'stlar, sizlar bilan yana bir bora kech bo'lganda uyga tashrif orqali ko'rishganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Assalomu alaykum do'stlar. Hozir menga erta so'zni berib qo'yishdi. Meni faqat bitta gapim bor edi, xolos. Ashakka olib kelmayapsizmi? Uyga tashrif bo'yicha Andijon viloyati Marhamat tumani Beshmirza mahallasiga tashrif buyurdik. Sababi bugun Shoiraxon onajonimiz tavallud tayyorlar ekan. Bizga jamiki farzandlari musofirligi mana shu hamma farzandlar nomidan kirib, ajoyib qo'shiqlar va padakallar bilan ko'ngildan ko'tarib xursand qilishga harakat qilamiz. Ahlim bilan birgalikda. Albatta uyga tashrif uchun ekran chiqqan nomerlarga bemalol Telegram, imo, WhatsApp yoki prямой telefon hisobdan xudo xolasa 24 soat aloqadamiz. Lekin mana shu gaplarda aytalar edim men bor. Aralashmagin sen. Demak, uyga tashrif navbatdagi zona biz boshladik. Bitta qarz topaylik. Assalomu alaykum. Onajon to'g'ri bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Tani joyingiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Jamiki farzandlaringiz, nevaralaringiz, mana shu yaqinlaringiz balki sog' salomat bo'lib yuring. Shu musofirdagi farzandlaringiz qolaversa, mana shu yerdagi jamiki farzandlaringiz nomidan keldik. Onamiz bizni jannatimizni, shuning jannatga olgan kuni bitta qarsilarni topshirib qo'yamiz. Albatta onajon hayotingiz mobaynida shu Qur'ondagi azbobini qo'yib naborni olib keldik. Bormagan bo'lsa shuni haqilariga borib, borgan bo'lsa qayta borib, hoji onalar bo'lib yurishi nasib qilsin deb qolamiz. Buni ham farzandlaringizni Xudo onajon sizga topshirib qo'yamiz. Rahmatjon sog' bo'linglar. Va Oytajon onamiz menimcha siz bo'lsangiz kerak. Albatta nabiralar sizni esdan chiqargan yo'q. Hoji bujonim chiroqda gulpadan yaqinlarda nevaralaringizni, farzandlaringizni, hamma yaqinlaringizni nomidan onajon buni bitta qarsilarni sizga topshirib qo'yamiz. Ilohim sog' bo'linglar, shu xursandchilik bilan tark etmasin deb qolamiz. Endi hojona birinchi bo'lib sizdan onamizga bir chiroq duolar, tug'ilgan kun tabriklari, qolaversa biz jo'natgan nevaralaringizga ham bir duolar qilamiz. Qani? Davlatlar bersin, tanjoni sog' bo'lsin. Bolalarga bosh bo'lib sog' salomat, esalomon yurganini nasib qilsin. Amin. Allohim bunaqa yoshlarni ko'pini ko'rsin. Allohim orqamizda qolsin, bolalarning hammalari tanjonlari sog' bo'lsin. Allohu akbar. Aytganlaringiz rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p, davom etamiz. Endi onajon sizdan bir ikki og'iz kelgan mehmonlarga, biz yurgan farzandlaringizga dildagi gaplar bo'lsa aytasiz-ki, qolganlardan turgan tabriklarni keyin eshitamiz. To'g'ri. Tinchlik, xotirjamligini bersin. Hamisha yaxshilik kunlar bo'lsin. Safarda yurgan farzandim ham tanijoni sog' bo'lsin. Qo'shgan bilan qo'sha qarisin. Farzandlarni shirin kunlarni ko'rib yurish nasib qilsin. Qizlarim ham tanijoni sog' bo'lsin. Qo'shgani bilan qo'sha qarisin. Mana onajonim ham umriga, rizqiga Allohim o'zi baraka bersin. Uzoq yillar hojilik maqomida yurish nasib qilsin. Opa singillari, qarindosh urug', qo'ni-qo'shnilar, dugonalarim hammalar sog' salomat bo'linglar. Amin. Qatorimizda xato bo'lmaylik. Xush kelibsizlar. Sizlarga ham rahmat, tanijoninglar sog' bo'lsin. Bunaqa odamlarni, ota-onalarni bizni xursand qilganinglarga ming marta rahmat. Bunaqa kunlarimiz hamisha ko'p bo'lib yursin. Amin. Allohu akbar. Rahmat aytganingiz sog' bo'linglar. Xo'p, davom etamiz. Endi yaqinlardan bir ikki og'iz onajonimizga tabriklar bo'lsa, esdalik bo'lib qoladi. Qani kimdan yosh kattalardan boshlab birinchi qani? Xo'p. Qani ikki og'iz bo'lsin. Singiljonim, tug'ilgan kunlaringiz qutlug' bo'lsin. Yoshlarni ko'pini ko'ring. Rahmat. Yana hojilarga boring, hojilarni surib yuring, katta hojilarga boring iloyim. Qo'shganingiz bilan qo'sha qaring. Vaqtimizga sog' bo'ling. Rahmat qarsiga, rahmat. Hammalaringga rahmat.
mana shu Baxtiyorjon o'g'limiz ham Rossiyada xizmat musofirlarda yuribdi. Onasini azizlab, mana bu jonimizni ham aziz qilib, esdan chiqarmasdan shunchalik nima qilibdi. Sog' bo'lsin, hammasi sog' salomat bo'lsin. Shu opamiz ham yana hojilarga borishligini nasib qilsin. Pochamiz bilan umrlarini yana davom ettirishib, bolalarning orzu havasini ko'rishlik nasib qilsin. Hammamiz mana shunaqa chiroyli kunlarda to'planaveraylik. Rahmat. Ajoyib kunlar uchun xo'p davom etamiz. Endi kimni eshitamiz? O'rta tabriklayman tug'ilgan kuningiz bilan. Bolalaringizni yaxshilikni ko'ring. Akam bilan qo'shiq qaring. Iloyim hojilarga borgan nasib qilsin. Rahmat opajon. Davom etamiz. Qani? Iloyim bunaqa kunlarni ko'pini ko'ring. Iloyim umringiz uzoq bo'lsin. Akam bilan baxtli taqdir bo'lib yuring. Hojilarga yana qayta borishlikni nasib aylasin. Allohim doimo tinchlik, xotirjamlikda, sog'lik, salomatlikda hammamiz birgalikda yurishlikda Allohim nasib qilsin. Sog' bo'ling doim. Rahmat aka. Rahmat. Qani davom etamiz. Farzandlarmi? Ro'zixon kelinglar. Rahmat, doim rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. Qatorda onajonimga hamisha bunaqa yoshlarni ko'pini ko'rishini tilayman. Qayta otam, onam ikkalasi barchasi hoji safarlariga borib yurishini tilayman. Rahmat. Sizlarga sog' bo'linglar. Rahmat. Qani? Rahmat. Sizlar ham sog' bo'linglar. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Xo'p, endi yoshlarga qani bormi? Joy-joyga she'r, tabrik. Bizning boshi bismillah, xolis niyatim qaymoq, nasib qilsa Alloh, onam hoji qilaman, onam hoji qilaman. Voy, onamga yana bir bor tabriklaymiz. Endi o'zingizga bitta qo'shiq iltimos qilgan. Nafaqat sizga, hamma onalarga farzandlari nomidan qabul qilasizlar. Marhamat. Sizning borligingiz yo'llarimga zorligingiz umidlari kesilgan dunyoda yolg'iz borligingiz umidlari kesilgan dunyoda yolg'iz borligingiz g'animatim amanatım anacan ganimetim amanatım anacan ganimetim amanatım anacan aşta tapdın belikin dost tapmadın ah gönlümü bir kara göz tapmadım şamallarga savurdum bu sözlerine lekin sizden bir şirin söz tapmadım şamallarga savurdum bu sözlerine lekin sizden bir şirin söz tapmadım ganimetim amanatım anacan ganimetim amanatım anacan ganimetim amanatım anacan Gaqa falak menga bag'ri tosh keldi ishonganim g'animga yo'ldosh keldi omad kelsa hamma kuldi ustimda faqat sizning ko'zingizga yosh keldi hokim poyingizni ko'zimga suray o'zim yarim ko'nglingizni to'ldiray bir chekkaga surib qo'yib dunyoni farzand bo'lib yoningizda o'tirib bir chekkaga surib qo'yib dunyoni farzand bo'lib yoningizda o'tirib g'animatim omonatim onajon g'animatim omonatim onajon g'animatim omonatim onajon g'animatim omonatim onajon
aka jamiki ko'ramiz, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz farzandlarga duo qilishdan hech qachon charchamaylar deb qolamiz. Tabriklarni eshitdik. Endi esa har doim esda uchrasa tushamiz navbat fotosessiyaga. onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, adam bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Onam kasalman demang. Xo'p, onajon yana bir bor tabrik beramiz. Ilohim sog' bo'ling. Xudo xolasa bir yuzlarga yubileylar qiling. Xotorimizdan kam bo'lmay hammasi kelib shu yerda shunaqa inshaalloh shu paytda ham hammamizga nasib qilsin. Hojijon bitta chiroyli duo qilib berasiz bizga. Tan jonlaring sog' bo'lsin. Shunaqa qilib el yurtda xizmatini qilib yuraveringlar. Uylangan bo'lsalaring, bola chaqalaring orzu havasini ko'ringlar. Qo'shganinglar bilan qo'sha qaringlar. Uylanmagan bo'lsanglar, yaxshi joylardan ato qilsin. Ular yaxshi go'shandalarga kuyov kelin bo'lib yuraveringlar. Allohu akbar. Aytganingiz rahmat, sog' bo'ling. Ko'rdi endi do'stlar shunaqa bir yuqori kayfiyatda afsuski navbatga yetishdi. Hamma savol payoniga yetdi. O'ylaymizki biz ijodga insonlar va biz tomosha qilgan insonlar sizlarga yo'q degan umiddamiz. Agar qanaqadir kam ko'rslar bo'lsa, albatta uzr so'rab qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Uyga tashlab uchun har doimdek ekran turgan nomerga bemalol Telegram, imo, WhatsApp yoki prямой telefon qilsanglar ham xudo xolasa 24 soat aloqadamiz. Musofirdagilar tezroq yaqinlaring, oilalaring bariga qaytib kelish nasib qilsin deb qolamiz. Kvartira jamoasi sizlar uchun hamisha xizmatda. Rahmat.